Olmadida. Ha, mayli. Shuhrat jiyaningga tushuntirgin, ko'ngliga qarab o'tirmagin, uyingda olib o'tirma. Ha, oilani yagona erkagi uyga qaytsin, iltimos o'zing tushuntirgin. Yo'q, nima deyman men unga hozir bor. Bor uyingga ketgan bo'ldi. Zerikdim sandan demayman, opa. Ha, yashasa yashursin. Qachon zeriksa o'zi keladi. Nima qilibdi, yuribdi bolalar bilan o'ynab. Baribir noto'g'ri-da, o'zini uyi bor, o'zini uyida yashasin deyman-da. Xo'p, yashursin mayli. O'ziga qo'yib bering uni. Endi baribir bo'lmaydi-da, o'zini uyida yashagani yaxshiroq. Bo'pti, qachon borasiz uyga, oshga? Voy, boramiz. Erta endi borib qolamiz, xo'p? Ha, bo'pti, mayli. Yuring, tog'am sanikiga. Keyin safar kelaman, xo'pmi? Kelishdimi? Kirsangiz bo'lardi. Keyin. Bo'pti, opa. Ko'rishamiz, Mayli, o'zingiz rahmat. ehtiyot qiling. Bo'p. Yaxshi qiz bo'lib yuring, xo'pmi? Ha. Bo'pti. Xayr. Qo'rqmadingmi, qizim? Yo'q. Assalomu alaykum. Mayli, uydagilarga salom aytib qo'y, xo'p? Jiyanlarimni o'pib qo'ygin, xo'p? Bo'pti, opa. Mayli. Xo'p. Iya. Iya. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Bilmadim. Yo xudo. Shu metroda o'zi bor. Hozirgina ishlayotdi-yu. Ishlamayaptimi? Bilmadim. Nimaga bunaqa bo'lishi? Mashina qizib ketmadimikin? Yo'q, qizsa qaynab ketardi-yu. Xo'p, yur uyga choy-poy ichib tur, usta chaqiramiz. Yo, usta chaqiraman. Hozir keladi usta tez, opa, vaqti bo'lsa. Siz kirib turing, agar o'xshamasa kiraman, xo'pmi? Xo'p, Telefon kirgin, qilib ko'ring. Xo'p, bo'pti, opa. Kiruylik. Xo'p. Assalomu alaykum, Sodiq aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzukmisiz? Aka mashina o'ta olmayapti-da, o'zidan o'zi nimagaligini bila olmayapman. Benzini bor, ha? Bugun vaqtingiz bormi? Ha, kelolmaysizmi? Ertaga ertalab bo'ladimi unda aka? Xo'p, bo'ladi aka, rahmat. Xo'p.
Ha, Shuhrat nima bo'ldi? Bo'lmadi. O'xshamadimi? Ustam ham ishi bor ekan, dam olishga ketgan ekanmi qayergadir, ertalab kelaman. Ya bo'ldi-ki, dam olgin, kirgin uyga choy-poy ichib turasan. Uydagilaringga telefon qildingmi? Dilfuzaga? Endi aytib qo'yaman. Telefon qilib qo'y bo'lmasam, xo'p. Bo'lmasa siz ovqatni tezlashtirsangiz xuqlayman keyin, opa. Bo'ldi, kirib tur. Xo'p. Shuhrat. Shuhrat, yaxshi uxlamadingmi? To'g'risini aytsam, umuman uxlaganim yo'q, opa. Umuman uxlamadim. Shohruh to'g'ri aytgan ekan. Ana aytgan narsalar kechasi bilan tinchlik bergani yo'q menga. Boshida ko'zimga ko'rinyapti deb o'ylasam, ustimga chiqdi, sezdim uni. U rostdan ham bor ekan, o'g'lingiz bekorga qo'rqmagan ekan, opa. Qanaqa yashayapsiz bu yerda? Xo'p, meni uyg'otmabsan-da, o'zim turib ularni urishib berardim. Tushunmadim nima deganingiz. U hali urushib berishingizni ham tushunishadimi ular? Bersam, seni uxlashga qo'yishardi-da. O'ylab gapiryapsizmi? Hozir endi men sizdan xavotir olyapman. Uyni sotamiz, opa.